Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shartnomalar nima bo'ldi? İBVet kraskalarini 20 ta dona shu fabrika zavodlar bilan shartnoma qilindi. Yangi mahsulot qachon kirib kelar ekan? 8 ta fura yo'lda, birinchisi ertaga kirib keladi. O'zbekistonda bizning mahsulotimiz eng sifatli va arzon bo'lishi shart. Shu esingdan chiqmasin. Tushundim. Keyin mijozlarga vaqtida yetkazib turish kerak mahsulotni. Tushundim. Bu ishing ishlagani kelganmi yo uxlaganimi? Ofisga qaytgan. Hujjatlarim qolib ketibdi. Bu bola nima qilyapti? Kechqurun bo'pti. Qiynalgan bola ekan. Ish boshqaruvi bilan gaplashib, kechqurungi qorovulchilikni ham olgan. Tushunarli. Sen ishdan bo'shading. To'xta. Oxirigacha eshitmaysanmi? Bugundan boshlab bo'lim boshlig'isan. Sinovdan o'tding. Rahmat. Assalomu alaykum opajon. Va alaykum assalom. Jiyaningni lavozimini ko'taribsan. Shunga juda ham xursand bo'ldim. Opa, nima deyapsiz? Biz siz bilan jigarmiz-ku. Qilgan bo'lsam siz uchun qilaman-ku. Katta rahmat senga. Boringga shukr. Sog' bo'ling.